Sovuq qish kirib keldi. Dekabr oyida bo'ladigan eng qiziqarli va qaynoq o'yinlarning ro'yxati va aniq vaqtini mana shu videoda bilib olasiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zingizga saqlab oling va futbol ishqibozi bo'lgan do'stingizga ushbu videoni jo'natib qo'ying va ko'proq insonlarga yetib borishi uchun videoga like bosib qo'ying. Hamda mana shunday qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifalarimizga obuna bo'ling. Demak, dekabrda bo'ladigan eng qiziqarli o'yinlar. 2-dekabrdan 3-dekabrga o'tar kechasi tungi soat 01:00 da Barselona Atleticoga qarshi o'ynaydi va aynan shu kechada 01:15 da Newcastle Tottenham o'yini. 3-dekabr 23:00 da Atletik Bilbao Real Madridga qarshi va 6-dekabrdan 7-dekabrga o'tar kechasi tungi soat 1 da Atletik Bilbao Atletico Madridga qarshi. 7-dekabrdan 8-dekabrga o'tar kechasi tungi soat 00:45 da Napoli Juventus, 9-dekabrdan 10-dekabrga o'tar kechasi tungi soat 01:00 da Chempionlar Ligasi doirasida Inter Liverpool o'yini. 10-dekabrdan 11-dekabrga o'tar kechasi tungi soat 01:00 da esa Real Madrid Manchester City o'yini. 18-dekabrdan 19-dekabrga o'tar kechasi tungi soat 12:00 da Napoli Milan o'yini. 20-dekabr 17:30 da Newcastle Chelsea, 20-dekabr kuni 20:30 da Tottenham Liverpool va 27-dekabr kuni 19:00 da Manchester United Newcastle bahsi. Siz yuqorida tinglagan barcha o'yinlar aynan dekabr oyida bo'lib o'tadi.